Kiravering. Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi? Va alaykum assalom. Kelavering. Telefon qilib chaqirishadi. Tinchlikmi o'zi? Ha. Ergasheva Yulduzxonda onalar bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik basta apa. Men shu maktabda direktor o'rinbosari Hojimurotov Erkinjonman. Mana shu qizingiz sumkasimi? Ha, mani qizim sumkasi. Ha, sinf rahbari va guvohlar oldida qizingiz sumkasini tekshirib ko'rdik. Sumkadan psixotrop dori vositalar chiqdi. Qizingiz shuni iste'mol qilib yurishgan ekan. Shu dori vositalarini iste'mol qilishidan xabaringiz bormidi? Yo'q, biz bexabarmiz. Shunaqasilarda qiz uyga kelganda sumkasini titkilab, ichida nima borligini, nima qilib yurganini xabardor bo'lib turishlar kerak-da, ayollar. Hali yosh, maktab o'quvchisi. Maktabga borib o'qib kelyapti deb e'tibor bo'lib qolibmiz-da biz. Ha, shunaqa be'tiborsizlarda, ota-onalar. Endi bitta tushuntirish xati yozib berasiz. Men palonchi. Assalomu alaykum. Tinchlikmi aka? Shoshilinch chaqiribsizlar. Va alaykum assalom. Toshmatov Jahongirni dadasimiz? Ha, dadasiman. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik basta. Mana telefon o'g'lingiznikimi? Ha. O'g'lingiz ijtimoiy tarmoqda Instagram platformasida sahifalar bor ekan. Sinf rahbari va guvohlar bilan tekshirdik. Qarang. O'g'lingiz har xil turdagi maskalarda rasmga tushib, videolar qilib, qurollar, pichoqlar va har xil yozuvlar, biz hali qaytamiz, biz yengi bo'lmaydi, biz kuchli jamoamiz va har xil narsalar qo'yishyapti. Ko'ryapsizmi? Keyin internet platformalarni tekshirsak, behayo videolar, rasmlar ko'rib yurishib ekan. Mana shunaqa qimmatbaho telefon olib bergandan keyin tekshirib tursalar ham bo'lmaydimi? Qanaqa ishlatyapti, nimalar bor ichida? To'g'risi, ertalab sahar ishga chiqib ketib, kech xufton qilib qaytib kelaman. Shu ballarni boqaylik deb. Sal be'tibor bo'lib qolibman. O'zi bu holatga tushishiga o'zim sababchiman. Farzandi tarbiyasi bilan shug'ullanmaysizlar. Keyin afsus chekib o'tiraverasizlar. Buni qog'ozni oling. Tushuntirish xati yozib berasiz. Shu boshidan men palonchi. Mana. Bo'ldimi? Bo'ldi. Mayli unda telefonni ertaga o'zingizdan olarman. Ha, ertaga olaverasiz, mana ichini tozalab beramiz. Sog' bo'ling. Aziz ota-onalar, farzandlaringizni tarbiyasiga e'tiborli bo'linglar. Qo'lidagi telefonlarni tekshirib turinglar, ayniqsa sumkalar tekshirib turinglar. Kim bilan o'rtoq bo'lyapti, qatlarda yuribdi, shularni ogoh bo'lib turinglar. Tarbiyasi bilan shug'ullaninglar. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishgan. Shuning uchun shu videoni qildik. Mana shu holat maktabda sodir bo'lgan. Ehtiyot bo'linglar. Sizlarning farzandlaringiz yaxshi, ilmli farzandlardan bo'lsin.